Assalomu alaykum akalar, mana keyingi quduqimiz Toshkentdagi. Mana u turbani qoqishgan. Turba kirmagan. Shag'al toshga taqalib qo'ygan. Biz qo'lda ko'yladik. Chiqdi suv. Turbadagi chiqmagan. Yoqinchi suvda bitta ko'raylikchi. Kecha boshlaganmiz ko'ylakni. Suvimiz mana yaxshi holatda o'tyapti. Ko'ringlarchi buni. Sizlar shuning uchun turba qoqish kerak deysizlar. Turba qoqsanglar shag'alga hech qanday suv chiqmaydi. 7 metr 8 metr suv bo'lsa, yana 7 metr 8 metr qoqish kerak. Undan ko'ra turpa bo'lsa turba qoqqan yaxshi, shag'al bo'lsa buni qilib ko'ylagan yaxshi. Suv zo'r o'tyapti. Shirin suv, bunaqalik sho'r, achchiq suv bas.